Men sizlarga bir qonun haqida aytib bermoqchiman. Bu qonun mening eng sevimli qonunlarimdandir va men buni har kuni o'qiyman. Bugun sizlarga aytib beraman. Unda aytiladiki, sizning tashqi dunyoingiz ichki dunyoingizga ko'zgu bo'lib xizmat qiladi. Har safar unga qaraganingizda siz o'zingizni aksingizni ko'rasiz. Sizning tashqi dunyoingizda sodir bo'layotgan hodisalar birinchi bo'lib ichki dunyoingizda paydo bo'ladi. Agarda siz atrofingizdagi sodir bo'layotgan hodisalardan mamnun bo'lmasangiz, o'z fikrlaringizni o'zgartiring va dunyo ham o'z aksini o'zgartiradi. Biz bularni 3 toifaga ajratsak bo'ladi. Birinchisi munosabatlar. Siz ko'p vaqtingizda nimalar haqida o'ylaysiz? O'z hayotingizga ham shunday insonlarni jalb qilasiz. Salbiy fikrlaydigan va tanqidni sevadigan insonlarni o'z atroflarini salbiy fikrlaydiganlar va tanqidchilar o'rab oladi. Muqaddas kitoblarda aytilganki, ularni mevalaridan bilib olasiz kimligini. Nimaki sizning ichingizda sodir bo'lsa, u sizning tashingizda aks etadi. Bu hayotning eng muhim qonunidir. Siz biron nimani boshlashingizdan oldin, masalan, o'zingizni, biznesingizni ochmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingizga men qanday qilib muvaffaqiyatli biznesni ochishim mumkin degan gapni aytishingiz kerak va siz omadli biznes uchun nimalar qilish kerakligini axtara boshlaysiz. Siz bu haqida o'ylashni boshlaysiz va sizni biznesingiz avtomatik tarzda muvaffaqiyatli bo'la boshlaydi. Men har doim ajablanaman. Birinchi farzandimiz dunyoga kelishidan oldin o'z xotinim bilan 1 yil davomida bolalarni qanday qilib baxtli katta qilish mavzusida 40 ga yaqin kitob o'qib chiqqanmiz. Homiladorlik paytidami? Ha, birinchi homiladorlik paytida. Va undan keyin har xil kurslarga bordik va ko'plab ma'lumotlar o'qidik. Biz o'zimizga nima qilish kerakligini aniqlab olgan edik. Aniq biz bolalarni yuksak ishonchga ega bo'lishini istaymiz va shunga qanday qilib tarbiya berish kerakligini bilib oldik. O'zlariga bo'lgan hurmat va ishonchni yuksak darajada bo'lishi uchun harakat qildik. Va biz farzandlarimiz yoshligida shular bilan shug'ullanganmiz. Bolalarga qanday qilib zarar berish mumkinligini bilib oldik va hech qachon bunday qilmadik. Bir misol keltiraman. Eng yomon bolalar bilan sodir bo'ladigan narsa bu noo'rin tanqid. Ota-onalar o'z farzandlarini yomonlashadi. Yaxshi bola emassan, yomon bolasan, ahmoq bolasan va shu kabilarni gapirishadi. Men hech qachon bolalarimni bunday tarzda so'kmaganman. Men ayolim bilan hech qachon bolalarimizni tanqidlamaganmiz. Agarda ular biron xato qilishsa, biz aytardik. Xo'sh, hamma ham xato qiladi. Keyingi safar nima qilamiz? Ular javob beradiki, keyingi safar bunday qilamiz yoki bunday qilamiz deb. Ular ijobiy fikrlaydilar. Ular o'zlarini ijobiy dasturlashmoqda, shundaymi? Ha, shunday. Bolalar tanqid bilan to'qnashmaydilar. Chunki bu o'zlariga bo'lgan ishonchni zaiflashiga olib keladi. Chunki biz aniq bilardikki, bolalarni o'zlariga yuksak ishonch bilan katta qilishimiz kerakligini. Ha, aytgancha, agarda siz yuqori darajadagi ishonchga ega bo'lsangiz, siz eng zo'r narsalarga ega bo'lasiz. Yana bir savol bor-ku, nega bir insonlar birlaridan ko'ra omadli? Demak, ular ichlaridan o'zlariga ishonchlari kuchli, shundaymi? Ha. Shuning uchun ko'pchilikka shunday gapirar ekansizda, mana shu o'zingizga bo'lgan ishonchdan muvaffaqiyat sari yo'l boshlanadi deb. Ha, ko'pchilik insonlar shu savolni o'zlariga berishmaydi va omad sari qadamni qo'yishmaydi, shundaymi? Ha, o'ziga bo'lgan ishonch bu sog'lomlik ham demakdir. Agarda siz mutlaq sog'lom bo'lsangiz, yuqori energiya manbaiga ega bo'lasiz. Siz psixologik jihatdan ham mutlaq sog'lom bo'lsangiz, demak o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham yuqori bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonch bu o'ziga bo'lgan hurmat asosida quriladi. O'ziga bo'lgan hurmat o'zingizni qay tarzda yaxshi ko'rishingizdan iborat. Agarda siz o'zingizga ishonsangiz, siz yangi narsalarni xohlaysiz va yangi ishlarni qilib ko'rasiz. Yangi xaridorlarga telefon qilasiz, o'zingizni xatolaringizni tan olasiz va sizda bundan og'riq bo'lmaydi. Agarda siz yuqori darajadagi ishonchga ega bo'lsangiz, siz sog'lomsiz. Shuning uchun ham biz o'z bolalarimizni shu tarzda katta qilganmiz. Bir xilgilar aytadiki, agarda ular o'zlariga haddan oshiq ishonuvchan bo'lib qolsa-chi, hech qachon bo'lmaydi. Ularning hayotida o'zlarining muammolari bo'ladi. Sizda qancha muammo borligi muhim emas. Muhimi siz bu muammolarni qancha vaqt ichida yecha olasiz. Ko'pchiligimizda muammolar bor. Bir kun men bir odamni uchratib qoldim. U bir vaqtlar biznes boshlagan va omadsizlikka uchragan. U o'sha paytlar 22 yoshda bo'lgan va undan keyin umrining oxirigacha oddiy ishchi bo'lib ishlagan va eng qizig'i hech qachon boshqa biznes qilishga urinib ko'rmagan. U har doim boshqa insonlarni yo'ldan qaytargan. Hech qachon hayotda yuqori o'ringa ko'tarilishni istamang. Bu juda xavfli.
Birgina tajribasi uning butun hayotini barbod qilgan. Boshqalar esa omadsizlikka duch kelsalar yana bir boshqa harakatni boshlaydilar. Aslida esa bu xatodan nimani o'rganishingiz muhim. Biz nimani ko'proq o'rganamiz? Biz xato qilgandan keyin ko'proq ijobiy fikrlashimiz kerak. Optimist bo'lishimiz kerak va o'ylashimiz kerakki, bu omadsiz tajriba bo'ldi. Men bundan nimani o'rgandim? Men keyingi safar nimani ishlata olaman? Siz buni bir dars deb o'ylasangiz, ijobiy fikrlashni boshlaysiz. Buni dars deb bilsangiz, siz o'zingizga ishonchingiz ham yanada oshadi va siz yana yangi harakatni boshlaysiz.